hali qo'shniga chiqib qaynonam ovqat bermayapti, och qoldim deb shikoyat qildingizmi? Ha? Nima farqi bor? Semizmi, ozg'inmi? Yashaydigan men-ku axir. Haliyam meni kasal qildi deb qamatib yubormaniga shukr qilsin. Mana shu yerimga keldilar, oyi, tushundingizmi? Agar qon to'xtamasa, bachadonni olib tashlashga to'g'ri keladi. Bu dori pora ichmayapsanmi ish qilib? Uni ozishini o'zim xohlayapman. Do'mbilab ketganini qarang. Lekin oyijon anaqa kichkinami deyman, nafas ololmayapman. Sen haliyam parhez tutyapsan. Sevimli novellalar dunyosi YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Barcha sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Birinchilardan tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sog' salomatmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Taqdirlarning har sonida sizlarga yaxshiliklarni ulashishga harakat qilamiz. O'ylantirayotgan savollarga javob topishingiz, xulosa chiqarishingiz bor-diyu yo'ldan adashgan bo'lsangiz, o'zligingizga qaytishingiz uchun ko'zgu tutishga urinamiz. Bugungi hikoyamizni ham ana shu maqsadlarda sizlarga havola qilamiz. Olinglar, dasturxonga qaranglar. Rahmat, olyapmiz. Endi qizingizni bir ko'rsak. Biz shoshib turdik, opa. Hay, shunaqami? Xo'p, mayli. Sizlar olib turinglar, olinglar. Xo'p. Hozir. To'pa gapini qara. Olinglar. Xit qivordi. Nimani olasan? Otam zamondan qolgan dasturxonning ahvolini qara. Jiyaniga ham qoyil qolmadim. Tanlab topganini. Opa, sekinroq eshitib qolmas. Yoqmayapti, eshitsa eshitaversin. Yoqmayapti, tamom. Qizini ham ko'rgim kelmaydi o'zi. Qani ko'raylikchi, osmondagi oy ekan. Qandoq joylarni mo'ljallab yurgan edim. Xabaring bor-ku. Topgan joyini qara. Voy. Qani, yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi qizingiz bor ekan, do'mboqqina. O'tiribsanmi? Chiqdinglarmi oyi? Ha, amma? Nimasi yaxshi? Ha, kuyov bola, zerikmay o'tiribsanmi? Ha, yaxshi chiqdinglarmi oyi? Xo'sh, nima bo'ldi? Oyi, Mubinani ko'rdinglarmi? Men mashinani yurg'izaqa nafasim qaytib ketyapti. Hop. Savol ustiga savol berasan. Xola, tinchlikmi? Nega oyma kayfiyatlari yo'q? Tinchlik doston, xavotir olma. Qizni onasi juda ham yaxshi kutib oldi bizani. O'zi ham kelishimizni bilib, rosa tayyorgarlik ko'rishgan ekan. To'g'rimi, opa? Qanaqa tayyorgarlik? Tilimni qichitmagin. Opa, nega jahlingiz chiqadi? Doston so'rayotganiga javob berdim. Menga masalan, onasi ham, qizi ham juda ham yoqdi. Oyi, Mubina sizga yoqmadimi? Yoqmadi. Nega endi aqlli yaxshi qiz qo'lidan hamma ish keladi. Ertaga ko'nglingizdagidek xizmatingizni qilib o'tiradigan qiz. Deding qursin sen bolani. Qancha qizlarni topdimi? Tanlab topganing shu bo'ldimi? Yoqmadi. Shunaqa besunaqa qizga ko'ngil qo'yasanmi? Oyi, nega unaqa deysiz? Sizga nimasi yoqmadi?
bola ko'rmisan? Semiz-ku bu qiz. Ertaga bitta bola tug'sin, tarbaqaylab ketadi. Onasi ham to'la ekan. Qon tortadi-da baribir bola. Oyi. Opaja yerga uravermang. Ozgina to'lacharoq ekan. Nima bo'pti shunga? Ertaga kelin bo'lganda siz yelib xizmatingizni qilganda o'zidan o'zi ozadi. Go'rga ozadimi? Ko'rib turibsan-ku o'zi, ma'lum. Semiradigan paroda ekan. Voy, oyijon. Chevara zo'r ekan, qarang. Olib bergan matolaringizni o'rniga qo'yib tikibdilar. Ha. Uncha chiroyli. Chiroyli tikibdi-yu, lekin buni, voy, o'lchamini qarang. Men kiysam menga ham to'g'ri keladi-yu. Siz kiysangiz buni ichida o'ynab qolasiz, kelin. Yo'q, oyijon, ja unchalik emas. Oyijon, Xudo xohlasa to'ydan keyin ovsinim ozib ketadi. Shu qayningizga hayronman-da. O'laman, Alloh shuni olib berasan deb oyoq taraf turib oldi. Bir nozikkina, ixchamgina kelin bo'lsa, shiringina sizga o'xshagan. Mana ikkita bolangiz bor. Sizni ko'rganlar hali qiz bola deydi. Oyijon. O'rtoqlarimni bilasiz-ku, gap o'rtoqlarimni. Hammasini kelinlari nozik. Ha. Chaqqon yurishadi. Voy, o'rtoqlaringizni kelinlarga rosa havas qilaman. Qiz bo'ladi-ku. Men endi bu kelinni o'zim bilan qanaqa qilib olyuraman? Ha? Do'mbillatib to'y o'tsin, ozmaganiga qo'ymayman. Qanaqa qilib bo'lsa ham ozdirib olaman. Ozadi, oyijon, ozadi. Yaxshi gaplardan niyat qilaylik. Oyijon, o'rtoqlaringizni keliniga rostdan ham havas qilaman. Qiz boladek nozikkina yurishadi. Shunga oyi kelin ko'ylakni to'y kuni kiyadigan bo'lsa, ichidan korset taqsa, ozg'ingina bo'ladi qoladi. Kelin liboslar saloni bilan o'zim gaplashaman. Xo'pmi? Voy, baraka toping. Korset kiysa ozg'in ko'rinadi-ya. Albatta ozg'in ko'rinadi. Dostonga tayinlayman. Kelin ko'ylak ko'rgani borishda albatta sizni o'zi bilan birga olib ketadi. Endi qarang. Mana shuni Kilisdagi Manzura o'rtog'im sovg'a qilgan edi. Olib qo'ygan edim. Shu yangi kelinga deb. Uncha chiroyli, oyijon. Shuni sizga beraman. Voy, yo'q, oyijon, qo'ying. Mana buni beraman u kelinga. Oyijon, niyat qilib olgansiz, qo'ying, oyijon. Yo'q. Sizga beraman, kiyimizga mos. Bo'p qoldingizmi, kelin? Ha, bo'ldim, oyijon. Mana bu uxlab qolgan. Yo'q. Uxlab qolganim yo'q, uzr. Rahmat qizim. Habiba yig'lab qoldi, oyijon. O'shanga kechikdim bugun, kechirasiz. Ey yashang. Mana dada. Shoshmang. O'zga nega tuxum qo'rmadingiz? Men yegim kelmayapti, qornim to'q. Ya, unaqasi ketmaydi. Yosh bolangiz bor. To'yib ovqat yemasangiz bola kechasi bilan yig'lab chiqadi. Ey, bugun sizga qazi, til olib kelib beraman. O'shalarni pishirib yeng, kuch-quvvati bo'ladi. Rahmat dadajon. Ey yashang. Xo'p. Habiba yig'layapti hozir. Hop. Dadasi, nega osh-ovqatlarga aralashasiz? Til olib kelaman, qazi olib kelaman. Qo'ysangizchi? Endi qaynona bo'lib sen aralashmagandan keyin men aralashaman-da. Qachon qarasa non bilan choy ichib o'tiradi. Kechqurun hammaga kosa ovqat beradi-da, o'zi yarim kosani ichib o'tiradi. Bu hammasi sening ishlaring. Bilaman. Men ovqat bermayapman-a kelinga. Yesin. Do'mbillab, semirib. Men shunchaki parhez qiling kelin. Yog'li ovqatlarni yemang. Sal ixchamroq bo'ling, deyapman xolos. Diyeta qilsa o'ziga foyda. Ko'ryapsizmi? Kundan kunga semirib baqaloq bo'lib ketyapti. Bu ham bir qarich. Bo'ldi qil. Nima, sen diyeta qilsang hamma shunaqa bo'lishi kerakmi? Uyat. Kim aytadi sen o'qimishli ziyoli ayol deb? O'zi sovchilikka borganda bilgan edim buni mana shunaqa semirib ketishini. O'g'lingizda gapga kirmadi. O'laman sattor shuni olaman deb turib oldi. Seni bundan boshqa qilarga ishing yo'qmi, ha? Diyeta qilsang, o'zing diyeta qilaver. Nima qilasan boshqalarni aralashtirib?
Bitti. Asabiylashmang. Yeng katta. O'zicha kapiyatdan rasvo qildi. Ol, ye. Yeb keting. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Dadajon choy ichib oldilarmi? Choy qo'yib beraymi? Yo'q. To'ydim. Ichmayman ham, yemayman ham. Menga qarang, kelin. Ha, bevajon. Men sizga olib kelib bergan dorilarni ichyapsizmi? Mabodo diyetani buzmayapsizmi? Meni yo'g'imda deyman, bu narsalarni yeb yormayapsizmi? Yo'q. Yetganim yo'q. Shu o'zingiz o'lchab bergan ovqatni yeyman. Ertalab faqat suv ichaman, keyin obedda kechki ovqatdan qolgan suvni ichaman. Buzayotganim yo'q, oyijon, non yeyotganim yo'q. Nega unda ozmayapsiz? Nega ozmayapsiz? Dorini vaqtida ichyapsizmi? Ha, 2 mahal ichyapman. Ha, natijasi bo'lishi kerak-ku. Qo'shnilarning oldida uyalib ketyapman, kelin. Savol berishyapti. Keliniz yana 2 qatmi? Yo'q dedim. Rostdan ham oyijon, nega ozmayapman? Voy, balkim ammamga tortgandirman, oyijon. Shu ammangizga tortmang, kelin. Iltimos. Xo'p. Shu men o'ylab qolyapman-da. Kechasi deyman, hamma uxlagandan keyin bu narsa buyurtma qilmayapsizlarmi, mabodo? Yo'q, oyijon, unaqa fast food yemay ketganmiz. Men ham qattiq kirishyapman hozir ishga. Xohlayapman, oyijon. Yaxshi. Unda men ishga ketdim. Bugun gapdagi o'rtog'im o'g'lini uylantiryapti. To'yga boramiz. O'zingiz kelsa tayinlang. Ana o yonimizdagi go'zallik saloniga chiqib yaxshilab sochlarini turmaklatsin, makiyajlarini chiroyli qilsin, chiroyli kiyimlarni kiyib tursin, birga to'yga boramiz. Menchi? Siz? Siz ozib ixchamgina bo'lganingizda birga borgan bo'lardingiz. Bildingizmi? Siz oldin ozib oling, keyin o'ylab ko'ramiz. Xo'p, oyijon. Allohu akbar. Yaxshi borib keling. Voy bolajonim, ey. Yaxshi to'y bo'ldi. Juda yaxshi to'y bo'ldi. Ha, rosa zo'r to'y bo'ldi. Mazza qilib o'ynabmi oyijon, ish qilib dugonalaringiz indamadimi? Voy bolajonim, ey. Gapirishdi. Voy, nima deb? Havas qilishdi. Sizga qarab havas qilishdi, qizim. O'ynaganimni gapirishdimi? Yo'q. Quda tomondagilar sekin surishtirishibdi. Nega? Sizni meni qizim deb o'ylashibdi. Voy, oyijon. Qaynona kelin tuproq bir joydan olinadi. Ikkalamiz o'xshaymiz-ku. Endi mana shunday ozg'in bo'lganingiz uchun hamma havas qiladi-da. Qiz boladaysiz, qizim. Voy, rahmat oyijon. Ko'z tegmasin. Sizni maslahatlaringiz bilan, nasihatlaringiz bilan mana shu ko'rinishda yuribman, oyijon. Assalom, ko'z tegmasin. Qaniydi, o'zingiz ham sizga o'xshasa, qizim, kundan kunga do'mbillab ketyapti. Oyijon, haligi sizdan anchadan beri bir narsani so'ramoqchi edim. Nega endi to'ylarga, marosimlarga, dugonalaringizni oldiga faqat meni olib borasiz? Mubinani oldida juda ham xijolat bo'lyapman. Iltimos, uni ham olib boring. Xijolat bo'lmang, qizim, xijolat bo'lmang. Sizni qaddi qomatingizga qarang, kiyinishingizga qarang. Meni ko'zim bilan qarang. O'zingiz qarang, kundan kunga semirib do'mbillab ketay, bilmayman, yeb uxlaydimi bu? Ozadi oyijon, ozadi. Mayli. O'zim yordam beraman. Ha, bir marta olib borgandim-ku, esizdami? Dugonalarimda kulgiga qolib ketganman. Kelini o'zing bilan bir xil o'lchamda kiyim kiyadimi deydi. Voy. Chertib kelin qilarding-ku, bu o'g'lingga nimaga bo'sh ketding deyishdi. Endi qayningizni tanlovi shu bo'ldi-da. Bo'ldi, yuring. Oyijon, to'xtang. Yaqinda qizlik mahallamdagi bitta dugonamni ko'rib qoldim. Voy, umuman tanimadim. Qiz payti shunaqa semiz edi, 150 kilo edi. Yo'q-e. Ha, oyijon, oshqozonni oldiribdi. Shunaqa ozg'in bo'lib qolgan, qiz boladek bo'lib qolgan. 3 ta farzandi bor.
balki voy xavfli emasmikan odam qo'rqadi. ana yuribdi-ku dugonam. Xavfli emasdir. Agar tabiiy ozishga harakat qilib ko'rsin. Bo'lmasa mana shu yo'lni tutib ko'ramizmi? Har ehtimolga qarshi o'rtog'ingizdan o'sha doktorni telefon raqamlarini olib qo'ying. Balki shu yo'lga o'tarmiz. Mayli, oyijon, xo'p. Yuring, ketdik. Mubina. Niye uxlamayapsan? Mubi? Qara meni eshityapsanmi o'zi? Eshityapman. Nimaga uxlamayapsan? O'zim shunchaki uyqum kelmayapti. Yig'layapsanmi? Nima bo'ldi o'zi? Doston aka, charchab ketdim. Oyjonni topgan diyetalari, nima yeb ichishim, hammasini nazorat qilishi jonimga tegdi. Ha, oyim seni o'ylayaptilar-da. Bilmadim. Har gapirganlarida ko'nglimga qattiq olayapman. Yoki shunchalik semirib ketdimmi? Obbo, yarim kechasi o'ylab o'tirgan narsangni qara. Semizmisan, ozg'inmisan, sog' bo'lsang bo'ldi-da. Menga har qanaqasiga yoqaversan. Rostdanmi? Rostdan. Bo'pti, uxlagin. Hozir uyqum ochilib ketadi. Oy. Ertaga ishga borish kerak. Qochib tur bolajonim. Bor qizim, asalim mani. Jonim bolam. Ehtiyot bo'l Habiba, tushib ketasan. Tush pastga. Qoch musirdan, qoch qizim. Ha. Barakalla. Tush pastga. Tushib ketasan. Voy, Chiqma Habiba. kelin poshsha, xoriming yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? To'xta Habiba. To'xta bola. Sovuqda bola bilan nima ish qilyapsiz, a? Hech kim yo'qmi qaragani? Yo'q, opa. Oyjon bilan o'zinim gapga ketishgandi. O'shanga o'zim yonimda bo'lsin deb qalin kiyintirib chiqqandim. Voy, bering, men qarab turaman, ishlaringizni qilib oling, keyin olib ketarsiz. Xo'p? Yo'q, opa, sizni ham ovora qilamanmi? Voy, ovorasi bor. Uyda yolg'iz bo'lsam, yur qizim, yur oqa bolam. Voy. Assalam mani. Yur bolam. Rahmat. Obini to'sga tushib ketdi. Ehtiyot bo'linglar, xo'p. Xo'p. Hozir nimadir kerak bo'lsa olib chiqaman, xo'p. Xo'p. Yur qizim. Voy jonim, meni. Xo'p. Yur qizim. Asal qizim, o'zimmi? Opa, voy, charchamadingizmi? Keling, Mubinaxon. Qiynalib qolmadingizmi? Rahmat, yaxshi ham qarab turibsiz. Hamma ishlarimni qilib oldim. Yo'q, charchaganim yo'q, qiynaganim ham yo'q. Voy, o'zim o'rgili. Asal qizim. Rahmat sizga. Unda biz bora qolaylik. Yur qizim.
Yo'q, shoshmay turing. Hozir men yumshoqqina qilib xonim qilgandim. Olib chiqay, yeb olasiz, xo'p? Baribir uyingizda hech kim yo'q ekan. Biz qizingiz bilan ovqatlanib oldik. Keling, olib chiqay, yeb olasiz, xo'p? Yo'q, opa, ovora bo'lmang. Yo'q, ovorasi yo'q. Chidim mana. Mubinaxon, yeb ola qoling. Bola bilan qiynalib o'tirasizmi? Oling, qani, osh bo'lsin. Yumshoqqina. Xonimmi? Yaxshi ko'rasizmi? Oling. Voy, nega yemayapsiz? Oling, qizim. Yo'q, rahmat xola. Xonimni yaxshi ko'raman. Yaxshi qilgansiz, lekin men diyetadaman-da. Uyimizda har shanba shunaqa taom bo'lardi. Mazza qilib yeb olardik. Hozir turmushga chiqmagan paytim esimga tushib ketdi. Hozir menga mumkin emas. Parhezdaman. Voy, Mubinaxon, parhezga nima bor sizga? Emizikli ayolsiz-ku, mumkin emas parhez qilish. Yoki Dostonjonga yoqmay qoldingizmi? Ha? Yo'q, Mubinaxon, bunaqada tenkangiz qurib qoladi-yu. Yo'q, Doston aka emas. Ularga farqi yo'q. Semizmisan, ozg'inmisan, menga shu holingcha yoqasan deb. Faqat oyijon xafa bo'lib qoladilar. Semirganim yoqmayapti. Voy, oyijoningiz nega unaqa deydilar? Voy, tavba. Qizim, to'xta. Habiba. Hech kishi o'ynayveradi, qo'yavering. Mubinaxon, qaynonangiz gapiraveradi. Rangingizni qarang. Meni tibbiyotdan xabarim bor, bilasiz, hamshiraman. Qancha ayollar dieta qilaman, parhez qilaman, ozaman, chiroyli bo'laman deb kasal bo'lib qolishyapti. Oling, mumkin emas sizga. Rahmat opa, o'ylaganingiz uchun. Ke bolam. Qo'yavering. O'ynayveradi. Izrasi yoqib qoldi, mazza qilib yuribdi. O'zim o'rgilay. Shu ovqatni yemaganingiz uchun qo'ymayman. Xo'p. Xonimchi zo'r qilibsiz. Ishtahani ochyapti. Osh bo'lsin. Zo'r. Rahmat. Anchadan beri yemagandim. Oling, oling. Siz bemalol yeyavering, xo'p? Men ungacha bolaga qarab turaman. Osh bo'lsin. Rahmat. Mubinaxon. Mubina. Obbo. Mubinaxon. Labi oyijon. Qulog'ingiz tom bitganmi? Nimaga chaqirsam chiqmaysiz? Nevarangizni uxlatayotgandim. Mana olib keldim. Nima oyijon? Korset. Buni nima qilaman? Bitta o'rtog'im Turkiyaga ketayotganda buyurtma qilgan edim. Topib olib kelibdi. Nima qilasiz? Buni taqasiz. Qomatingizni o'ziga keltirishimiz kerak. Bu yurishingizni qarang. Ushlang buni. Xo'p. Ichkariga kirib taqib chiqing, bir ko'ray. Xo'p. Tavba qildim. Nima bo'lmish? Katta rahmat onajon deyish o'rniga. Mana oyijon. Yaxshimi? Ha? Qani belingiz ushingchi? Ancha qorningiz ichkariga tortilibdi. Buni doimiy taqib yuring, tushundingizmi? Kunduzi ham kechasi ham yechmasdan yuring. Lekin oyijon anaqa kichkinami deyman, nafas ololmayapman. Korset taqqanda o'zi mana shunaqa kalta nafas olinadi, tushundingizmi? Jim noziksiz. Qiyin ekan-da. Go'zallik qurbonlik talab qiladi. Sizga necha marta aytdim tuqqaningizdan keyin korset taqib yuring, korset taqib yuring. Yurishingizni qarang. To'rtta bolali xotinday. Taqib yuring doimiy, tushundingizmi? Umuman yechmang, tushundingizmi? Xo'p, oyijon. Bo'pti, ishingizni qiling. Ha, eringiz qayerga ketdi? Bilmasam, ishgadir.
hech narsani bilmaydi. Hech narsani bilmaydi bu. Tavba qildim, ey. Mubina. Hay kelin. Hozir. Labiyajon. Bola bahona uxlavordingizmi? Ha, yo'q, uxlamadim, dazmol qilayotgandim. Dazmol. Dazmolni kechasi bolani uxlatib, keyin qilsangiz bo'ladi-ku. Shuni ham o'rgataymi? Xullas. Ishxonamizda bitta qiz qo'shimcha ish qilaman deb xorijiy kompaniya bilan shartnoma tuzgan ekan. Mana juda ham bir yaxshi dorisini olib keldim. Bat. Kuniga 2 mahaldan ichasiz. Ozdiradi. O'zi ichgan ekan. Natijasini ko'ribdi. O'shaning uchun palon pulga sizga olib keldim. Voy, oyijon, bu zararli emasmi? Zararli emas, foydali. Ozasiz. Odamga o'xshab. Tushundingizmi? Xo'p, bo'ladi, rahmat. Vaqtida iching. Xo'p, oyijon, rahmat. 10 kunda sezilar ekan. Vaqtida iching-a? Xo'p. Mubina. Hozir. Ha, dadasi? Nega tuflimni changini artib qo'ymading? Voy, kechirasiz. O'zingiz arturing. Bir safar, Ha? Nimaga beling og'riyaptimi? yo'q. Ana korsetga moslashib olmayapman. Tavba. Hay. Noqulay bo'lsa taqma, yechib tasha. Taqmasam oyijon urishadilar. Tavba. Ha? Qaniydi oyim ham dum-dumaloq bo'lib semirib qolsalar, shunda seni tinch qo'yarmidilar? Voy, ustimdan kulyapsizmi, dadasi? Nega ustingdan kulaman? Ye. O'zi ozolmay jinni bo'lyapman. Sizni qarang qilishingizni. Menga qara. Men ishga ketyapman. Ishdan qaytishimda biror nima olib kelaymi? Yo'q, kerak emas. Qo'ying, ishtaham ochmang. Ye. Kecha boshim aylanyapti deyotganding-ku, balki qora shokolad yersam, jigar kabob. Dadasi, ustimdan kulyapsizmi? Nega ustingdan kulaman? Ha, men diyetadaman-ku. Mayli, unda jigar kabob olib kelaman. Dadasi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi yetib oling. Xo'p. Tavba. O'g'lim oyisiga o'xshaydi. Ha, qizim. Uxladimi bolang? Voy, ha, zo'rg'a uxlatdim. Ke qizim. Joyini begona qildi shekilli. Tinchlikmi? Dada, gapingiz bor ekan. Ha. Qizim, sen hali ham parhez tutyapsanmi? Ha? Ha, hali ham tutyapman.
lekin negadir shu ozolmayman-da. Kim aytdi bu gapni? Qaynanangmi? Tavba. Shu xotinga ham hayronman-da. Nima ishi bor? Ozyapsanmi, semiryapsanmi? Sening yosh bolang bor. Yeb ishing kerak-ku qizim. Dadajon, oyimni bilmagandek gapirmang. Bilasiz-ku xarakterlarini. Endi hech narsa deya olmayapman. O'zimga qolsa-yu, mazza qilib yerdim. Lekin qaynonam eringizga yoqmay qolasiz deydilar. Bekor aytdi o'sha qaynanang. Bo'ldi qizim, ziyatda piyatangni yig'ishtir. O'zichi bir uyingga boribchi, qaynonamga yaxshilab gaplashib kelishim kerak. Oyi, kerak emas. Qaynonamga ortiqcha gap so'z qilmang. O'zi ular juda ham yaxshilar. Ba'zilarga o'xshab zulm qilmaydilar. Faqat shu dugonalarining oldida chiroyli kelinim bor deb maqtanishni yaxshi ko'radilar. Shunaqa. Voy qizim-ey, o'zi bizni oilada hamma turkungina. Mana ammalaringni qaragin. O'zi menimcha shu suvdan ham semiraman-a dadasi. Menga qara qizim. Labay dada. Bu dori pora ichmayapsanmi ish qilib? Ana u ishxonamda bittasini qizi ozaman deb dori ichgan ekan. Voy jigari qurib qopti. Voy xudo asrasin. Saraton bo'ldi deb bu yoqdan bu yoqqa yugurtirishyapti. Har tugul davolanyapti ekan. Voy, Ehtiyot bo'ling. voy xudoning o'zi asrasin. Qo'y, yig'ishtir shu parhezingni. Hey, mana u qurib ketgur kassetini ham yechgin, xo'pmi? Hech bo'lmasa uyda biznikida korsetsiz yurgan. Xo'p, oyijon. Xo'p bo'ling. O'zim ham yuraymiz qilib ketdi. Itomga turuvdim. Esimda. Dadajon, siz xavotir olmang. Hech qanaqa dorilarni ichayotganim yo'q. Men ham qo'rqaman, yana bu narsa bo'lib qolmasin. Voy, xudo asrasin. To'g'ri qilasan, hech narsa. Kim ko'qli? Domba ko'qli. To'g'rimi? Voy qizim-ey, bolang uxlagan bo'lsa-chi, hozir ikkalamiz borib xamir ovqat qilamiz. Xonimmi, mantimi, a? Bo'ldi oyijon. Men ham tayyorlanib chiqaman. Ketdik. Voy. Nigor opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Charchamasdan? Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Kelinlaringiz, o'g'illaringiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Tinchmi, hammasi yaxshimi? Ha, qayerga otlanib qoldingiz? Ha, ta'tilda bo'lsam ham qo'yishmayapti. Shunda ishga birrov borib keling degan joyim edi. Yaxshi-da. Ketyapman hozir. Yaxshi, kerak bo'lgan odam hammaga kerak. Qo'lingiz gul shifokorsiz. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Haligi, yo'q, Nigor opa, sizga bir nimani aytmoqchi edim. Shu anchadan beri keliningiz Mubinaxonni kuzatib yurgandim. Sal rangi ro'yi boshqacharoqmi, tobi yo'qmi deyman-da. Shunga sal qaratib qo'yasizmi shifokorga? Tushunmadim. Binoyida yuribdi kelinim. Sizga nima shikoyat qildimmi? Sog'ligi to'g'risida? Yo'q, o'zim bilasiz-ku, hamshiraman. Odam yuz ko'zidan bilaman. Tobi yo'qmi? Juda ham yaxshi. Sog' salomat. Keliningiz ketma-ket tuqqan. Buni ustiga diyeta qilyapti ekan. Diyeta qilyapti. Har xil ozdiradigan dorilar icharmish. Xabaringiz bormi? Nega xabarim bo'lmasin? U dorilarni hammasini o'zim olib kelib beryapman. Uni ozishini o'zim xohlayapman. Do'mbilab ketganini qarang. Bunaqada bir 2 yilda bizdan ham oshib ketadi. Tavba. Shuni kuzatib yurgan ekansiz-da. Nigor opa, nega bunday qilasiz? Ertaga biron bir dard orttirib olishdan qo'rqmaysizmi? Hech qanaqa dard orttirmaydi. Shuncha odam ichyapti-ku, hech narsa bo'lgani yo'q. Ajoyib ekansiz, Xolidaxon. Agar ozsa, o'ziga yaxshi. Qomati joyiga kelgandan keyin keyinchalik albatta menga rahmat deydi. Hozir bilasiz-ku, ozib chiroyli bo'lib yurgan xotinlarni eri yaxshi ko'radi. Ko'cha-ko'yda, yig'inlarda, yurganda, turganda, odamning ko'zi quvnaydi qaraganda. Qo'ying, shifokorman deb har xil gaplarni gapiraverasiz. Kiring, bir piyola choy ichib keting. Mayli, rahmat. Aytib qo'yish meni vazifam. Ha, qarang. Uzr opajon. Sog' bo'ling. Yaxshi boring. Voy, tavba.
Mubina! Kelin! Kelin! Labiya oyijon, assalomu alaykum. Keling. Ko'chaga chiqib meni yomonlab yuribsizmi? Voy oyijon, kimga yomonlanman? Xolida kelingizga. Hozirgina ko'chada ushlab olib, miyamni qoqib qo'limga berdi. 15 minut gapirdi gapirgan gaplaringizni. Men haqimda nimalar dedingiz? Ha? Oyijon, hech narsa deganim yo'q. Gapirgansiz. Hammasini gapirgansiz. Oyijon, siz noto'g'ri tushunibsiz. Xonim qilgan ekanlar. Shuni yeyolmayman dedim. Nima? Hali qo'shniga chiqib, qaynonam ovqat bermayapti, och qoldim deb shikoyat qildingizmi? Ha? Shunaqa bo'ldimi? Yo'q oyijon, bilib bilmasdan tuhmat qilmang. Gap qaytaradigan bo'ldingmi? Ha? Gap qaytaryapsan, ha? Farosatsiz. Bundoq chiroyli yuray, o'zimga qaray demaysanmi? Yaxshilikni bilmagan. Qo'yib bersa yotib yeysan, do'mbillab. Bo'ldi, bas qiling. Ha? Men to'lachaman. Shunaqaman. Kerak bo'lsa shunaqa o'taman. Voy. Qachon qarasa yerga urasiz? Yo'q, men aytgan bo'lsam, javobimni beringlar, ketaman. Voy. Oyi. Kel. Tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti? Ovozinglar mahallari boshiga chekishdilar. Xotiningni ko'r. Tinchlikmi? Doston aka, oyingiz mashtimga keldilar. Qachon qarasa semizsan. Nimaga ayb topaveradi? O'zi boshdan bilgandi meni yoqtirmasligingizni. Doston aka, to'yib ketdim. Javobimni bering, ketaman. Oyingiz boshda qarshi bo'lganlarda hammasiga nuqta qo'yish kerak edi. Tegmayman desam, qo'ymasdan uylandingiz o'zingiz. Hey, menga qara. Shu gaplarni eslash nima keragi bor, Mubina? Nimaga eslash keragi yo'q? Eslash kerak. Ana endi eslash kerak. Mana shu yerimga keldilar oyingiz, tushundingizmi? Qachon qarasa semizsan. Yoqmasa shu, yoqsa ham yoqmasa ham ajrashaman siz bilan. O'chir ovozingni. Shallaqi. Ko'chaga chiqibchi, bizni yomonlab yuribdi. Uyimizda ovqat yo'q deb. Odam bo'lmaydi buning. Men hozir gaplashaman. Ur. Mubina. Endi xafalashavermaylik. Bu yerda sen, u yerda oyim. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Ovqatga tusharsiz. Hozir so'zaman. Doston aka! Ay! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Menga qara. Tinchlik? Nima bo'ldi? Ichim sanchyapti. Sanchyapti? To'xta, joyingdan kulma. Hozir tez yordam chaqiraman. Oyi! Doston aka! Oyi! Bo'ling, iltimos. Voy xudoyim-ey. Doston. Oyi. Balki xotining homiladordir, o'g'lim. Bilmadim oyi. Lekin indamagandi. Ishqilib sog' bo'lsin-da. Voy, shifo bersin, shifo Doktor. bersin. Ayolim yaxshimi? Yuringlar, ichkarida gaplashamiz. Oyi. Ayolingiz homilador emas. Ammo bachadonidan qon ketish to'xtamayapti. O'zidan so'radik. Ozaman deb har xil dorilar ichgan. Qolaversa korset taqib yurgan. Hozir qon olib laboratoriyaga jo'natdik. Bitta tekshiruvlar o'tkazilyapti. Doktor, o'zi yaxshimi ish qilib? To'g'risini aytaman, agar qon to'xtamasa, bachadonni olib tashlashga to'g'ri keladi. Voy, o'lmasam.
unday demang doktor. Yaxshi bo'lib qolar. Qon ketishining sababi har xil dorilarni ichganligida. O'sha dorilarning nojo'ya ta'siri bo'lgan. Tavba. O'qimishli oila ekansizlar. Har xil bo'mag'ur dorilarni ichishdan to'xtatsanglar bo'lmasmidi? Mayli endi, bo'lar ish bo'ldi. Endi faqatgina kutamiz. Aytganimdek, shunda ham qon to'xtamasa, bachadonni olib tashlaymiz. Qani qizim. Qani. Oya, Nima qildilaring qizimni? Assalomu alaykum. Xavotir olmanglar. Yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bu sizlar parhezlaringga. Qizimni nobud qilsalar-yu, ha? Bo'ldi, onasi. O'zing qo'lga ol. Qizimiz sal o'ziga kelib olsin, uyga olib ketamiz. Endi u xonadonga qaytib oyoq bosmaydi. Dadajon. Bo'ldi. Hech kim yo'q. Ketinglar. Ketinglar. Bo'ldi. Sen o'tirib tur. Men o'zim xabar olib chiqaman. Xavotir olma. Qizim. Xudo. Opa, ko'p asabiylashmang. Kelinimga achinib ketyapman. Kasalxonada qudam haydagandek qilib bizni chiqazib yubordida. Juda ko'p ishlarni noto'g'ri qilganman-da, singlim. Bilmadim. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Bu ketishda qizlarni uylariga olib ketib qolsa-ya. Ha, yo'q, opa, orada farzand bor-ku. Bilmadim, bu vajohatlardan qizini bizga jo'natmaydiganga o'xshayapti. Nima bo'lsa ham shifo bersin, singlim. Ha, aytganingiz kelsin, opa. Duo qilaylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim, hammasi yaxshi bo'lsin. Singlim, Ollabek. men kasalxonaga borsam, qudalarim jahl chiqib ketyapti. Shunga sen borib xabar olsang. Xo'p, opa, xavotir olmang. O'zim boraman, o'zim qarashaman. O'ylamang, siqilmang, opajon, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni nomimdan kechirim so'rab qo'y kelindan. Xo'p, opajon. Kelinimga achinib ketyapman-da baribir. Nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qilib qo'ydim? Shunchalik ham xudbin bo'lamanmi-ya? Aslida kelinimni ozib chiroyli bo'lishini emas, dugonalarimga, qo'ni-qo'shnilarga o'zimni ko'z-ko'z qilishni xohlagandim. Hamma narsa men aytgandek bo'ladi dedimmi? Yoki o'g'lim o'zi topganiga uylanganiga qasdlashdimmi? Qaynonam meni qanday ko'rardilar? Ha, bolam, yeb oling, yeb yuring, quvvat bo'ladi derdilar. Menchi kimga nimani isbotlamoqchi bo'ldim? Afsus. Afsus. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'qishdan kech qolib ketdim. Uzr, oyi. Ovqatimni pishirib qo'yibsiz-a? Mayli, bekor o'tirganim uchun ovqatlarni qilib, choylarni damlab o'tiribman-da, sizni kutib. Choyingiz bormi? Choyim bor, qizim. Ovqat issiq. Borib suzib yeng bo'lmasa, xo'pmi? Issiqda yeb oling deyman-da, bolam. Oyi, ko'p yesam semirib ketaman. Voy xudoyim-ey. Ha, nima bo'pti? Voy. Semirib, to'lishib, chiroyli bo'lib yuring. Axir o'zingizga kuch-quvvat bo'ladi, tani joningiz sog' bo'ladi. Unaqa qilmang. Kiyimlarimga sig'may qolaman, oyi. Yo'qdan xavotirlanmang, qizim. O'zim olib beraman.
hech ham xavotirlamang. Ovqatni yaxshi yeb yurish kerak. Ana shunda odam sog'lom bo'ladi. Sog'lom bolalarni, nevaralarni tug'ib berasiz. Tushundingizmi? Rahmat oyijon, yaxshi ham siz borsiz. Yaxshi qaynanaga uchradingizda, qizim. Oling, ovqat suzi olib keling, xo'pmi? Bora qoling. O'g'lim, agar kelin o'ziga kelib qolgan bo'lsa, borib olib kel. Bolalarni ham sog'indim. Dada, kecha borgandim. Qaynatam agar alohida yashasanglar mayli, boradi deb shart qo'ydi. Shunday bo'lishini bilardim. Mayli. Men roziman. Bunda paytda kelini yoz qoldirma. Oilani saqlab qol. Qo'm bolam. Qayerda bo'lsanglar omon bo'linglar. Men roziman. Xo'p, dada. Hay yasha. Dadasi? Bu nima deganingiz? Axir kichik o'g'il ota-ona bilan qolmaydimi? Oyi, Doston, o'yini gaplarga e'tibor berma. Men roziman. Haliyam mana shu kelini ota-onasiga rahmat. O'yini yaxshi yomon gaplarga chidab kelgan uchun rahmat. Haliyam meni kasal qildi deb qamatib yubormaniga shukr qilsin. Menga qara. Ikkita boladan yo kattasini yo kichigini olib qolishing kerak edi. Mana kattasini olib qolasan. Katta kelin bilan yashaysizlar. Bir-biriga mossizlar. Qani bolalarga ovqat qilib ber. Ber deyapman. O'ziz bering. Qani iloho amin, tinchlik xotirjamlik bersa. Bolam tub qo'yib palay yozgan. Qayerda bo'lsang ham oilangni e'tiqod qilgan. Bolalaring rohatini ko'rgan. Men roziman. Allohu akbar. Allohu akbar. Bolajonim, men ham roziman. Meni kechirgin. Bolam. oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Bolalaringni olib kelgin. Xo'p, dada. Sog'indim. Dadasi? Xo'sh, kim qanday xulosa chiqardi? O'ylash uchun mavzu bo'la oldimi? Juda soz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz, azizlar. Xayr, salomat bo'ling.